Assalomu alaykum. Bugun Telegramda yana bir nechta fishkalarni ko'rsatib o'taman. Birinchisi, mana hozir telefon raqamimni yozganman, do'stimga yuborganman. Xuddi shu telefon raqamni kontaktga saqlamay turib, Telegramiga kirish. Shu narsani ko'rsatmoqchiman. Mana raqam yozib yuboramiz. Xohlagan raqam bo'lishi mumkin. Kontaktingizga saqlab o'tirmaysizda. Rishkaga yozsangiz, unda jo'natganman men. Ustiga bosamiz. Mana ism familiya bilan chiqyapti. Telegramni ko'rsatyapti. Shuni ustiga bosamiz. Ichga kirib yozib ketishimiz mumkin. Endi keyingi fishkamiz. Misol uchun men do'stimga xabar yozmoqchiman. Va u kechqurunmi yo ertagami qaysidir boshqa vaqtga borib tushishi kerak. Aynan hozir emas. Xabarni rejalashtirish. Bunda misol uchun menga tel qiling deb yozdim mana. Buning uchun xabarni rejalashtiramiz. Xuddi mana jo'natish tugmasini bosib turamiz. Mana xabarni rejalashtirish. Xuddi shu joyni bosamiz. Xohlasak bugun, men masalan hozir bugun kechqurun soat 19:30 larda shu xabarni o'qishni xohlayapman. Xuddi shu vaqtni belgilayman. Siz esa xohlagan vaqtni belgilashingiz mumkin. Mana sanalar bor. Sana vaqtni belgilaysiz. Ko'k tugmani bosamiz, jo'natdik. Keyingi fishkamiz. Misol uchun men rasm jo'natmoqchiman. Rasmni xiralashgan holatda, ya'ni yopiq holatda borishini xohlayman. Xo'p, rasmni jo'natish uchun hamma biladi, mana tugmani bosamiz. Misol uchun mana shu rasmni jo'natmoqchiman. Ustiga bosamiz. Mana belgilaymiz aniqrog'i. Belgilagandan keyin balandda 3 ta nuqta bor. Mana shu 3 ta nuqtani bosamiz. Undan keyin spoiler bilan berkitish. Xuddi shu joyni bosamiz. Rasm mana ko'rinmaydigan holatga keldi. Endi jo'natamiz. Xuddi shu holatda ketma-ketlikda mana 3 ta fishkani ko'rsatdim. Qolgan yana qanday fishkalar ko'rsatish haqida, qanday mavzu haqida videolar tayyorlashini kommentariyada kutib qolaman, yozasizlar va kanalga obuna bo'lib qolishlaringni so'rab qolaman.